Bugün okuyduğun Adiyat suremizmi acayip bir tasvir bilen bizden gaflet uykusunu uyguladı. Ma dünyada başkalar köymedi, yivaldım. Başkalar anlamadı, yivaldım. Başkalar bilmedi, yivaldım degan bilen kıyamet günü yivagan ig'izimiz, kurvagan ko'zimiz hammasi mal dunyoga hirisman bo'lib majburiyatdan yaltaygan insonlar ana shunda qabriga borsizlar. Qabriga borgandan keyin qalbinglardagi butun sirlarning hammasi siqib tashlab chiqaradi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşler. Biz bugün kısa surlardan Sura Adiyatni okuyumuz. Sura Adiyatni biz her gündəlik namazlarımızda okuyumuz, amma onun içindeki ma'nolardan biz bexabar. Başındakla başka surlarni biz namazımızda okuyumuz, amma onun ma'nolaridan mu bexabar. Biz ilgari kunlarda derslerimizde okudik. Bu surlarda acayip bir ma'nolar borki, agar biz o ma'nolarni tushunib namoz o'qigan bo'lsak, bizning hayotimiz o'zgargan bo'ladi, gap so'zlarimiz o'zgargan bo'ladi, harakatimiz o'zgargan bo'ladi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda degandek, innas solata tanha anil fahsha'i vel munkar. Haqiqatan namoz yomon ishlardan va munkar ishlardan to'sidi degan mushu kuchini yo'qotmagan bo'ladi. Bugün günümüzde hemmimiz namaz okuyumuz ama namaz okup durup yalga aytıdı. Nima üçün? Oğan sürüsüden bexabar. Oğan sürüsü kıyametten haber berwatıdı. Kabir azabından haber berwatıdı. Hisab kitaptan haber berwatıdı. Bundan bexabar. Şunun için namaz okup durup yalga aytıdı. Namaz okup durup başkalarının hakkını yavaladı. Namaz okup durup nurgullan günahlarını kılıdı. Şunun için biz her katını ta'kidlab kelyapmiz. Bunu bir ders süpütülam anglamasdan chuqum mushu o'qigan surlarning ma'nosini qayta tinglash, Uyg'urcha tarjimalardan ko'rish orqali yodlagan shaklda o'zimizga singdirishimiz kerak. Shu surani o'qigan vaqtimizda uning ma'nosini zehnimizda hozir durup o'qishimiz kerak. Mushunda o'qigan vaqtimizda ondan keyin namozimizning huzurimi boshqacha bo'ladi. Masalan, bizning bugun o'qiydigan Adiyat suremizmi ajoyib bir tasvir bilan bizni g'aflat uyqusini uyg'otadi. Xo'sh, unda bo'lsa, qanday tasvirlaydi? Biz aldulan surni bir o'qib o'tgandan keyin ondan keyin oyatma-oyat bu surni tushunishga tirishimiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha fel muriyati qadha fel mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا hasrab xartıldab yugurguchi at bilan qasam. Her bir ayetning ma'nosi deyilgan vaqtida uning tasvirini xalonlarda keltiring. İkinci ayette fel muriyati qadha. Tiz chapqonlikdan, tuyoqlardan o't chiqaruvchi atlar bilan qasam. Fel mughirati subha. At deganda dushmanga bostirib kirguchi atlar bilan qasam. Fa atharna bihi naq'a. To'pichang chiqaruvchi atlar bilan qasam. Fa wasatna bihi jam'a. Shu to'pichang bilan dushman to'pi ichiga kirib ketguchi atlar bilan qasam. Innal insana li robbihi lakanud. Haqiqatan shubhisizki inson Robbining ne'matiga shukrsizlik, tuzkorlik qilg'ichidir. Va innahu ala zalika lashahid. İnson haqiqatan o'zining bu tuzkorligiga o'zi guvohdir. Va innahu li hubbil khayri lashadid. Haqiqatan inson pul molga intayin hirismandir, uni yaxshi ko'radi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. O tuzkor inson qabrlardagi o'liklar sirtqa chiqarilgan chaqda va husila ma fis sudur, qalblardagi sirlar oshkorlangan chaqda inna robbahum bihim yawma idhil khabir. Haqiqatan ularning Robbi u kunisi ularni yaxshi bilguchi, ulardan xabardordir deydi. Xo'sh, endi biz bu surani oyatma-oyat tushunib mayli. Biz oyatma-oyat tushunishdan ilgari yuqorqi suraning umumiy tarjimasini qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu surani qanday tasvirlan boshladi dedi? Xartildab, hasrab yugurguchi atlar bilan qasam. Tuyoqlardan o't chiqaruvchi, ya'ni tiz chapqonlikdan tuyoqlardan o't chaqnab ketgan atlar bilan qasam. At deganda dushmanning to'piga besib kirguchi atlar bilan qasam.
qasam. Fa'atharna bihi naqa. Chang tuzan chiqarguvchi otlar bilan qasam. Shu chang tuzan bilan dushmanning to'pining ichiga kirguchi otlar bilan qasam. Qaraydigan bo'lsak, nihoyat bir dahshatlik chepiyotgan, tuyoqlardan o't shundoq chiqayotgan, shundoq chapgan holatda dushmanning ichiga kirgan otlar bilan boshladi. Nima uchun? Buning sababi. Ya'ni keyingi oyat bilan munosabat bor. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu dahshatlik manzar orqali nihoyat cho'ng bir masalaga bizni tortib bizni g'aflat uyqusidan uyg'otyotdi. Shunga biz yuqorqi 1-oyatdan boshlab 5-oyatgacha yuqorqi mazmunlarni o'qidik. Ya'ni asrab yugurguchi, tuyoqlardan o't chiqarguchi, at deganda bostirib kirguchi, to'pichang chiqarguchi, shu to'pichang bilan dushmanning to'pi ichiga kirib ketguchi otlar bilan qasamki, mana bu shundaq dahshatlik manzil bilan qasam qilib turib Alloh taolo bir ishdan xabar berdi. Nima dedi? Innal insana li robbihi lakanud. Haqiqatan shubhisizki inson Robbining ne'matlariga tuzkorlik qilguchi deydi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo insonga ajoyib ne'matlarni beradi. Bütün ne'matlarni beradi. Alloh bermagan hech bir narsa yo'q bizga. Ammo inson shu ne'matlar bilan Allohga tuzkorlik qiladi. Allohga kufr qiladi, Allohga isyon qiladi. Allohga shukr qilsin deb bergan ig'iz bilan g'ayvat qiladi, harom so'zlarni qiladi. Allohga shukr qilsin deb bergan ko'z bilan haromni ko'radi. Allohga shukr qilsin deb bergan quloq bilan haromni anglab Allohga tuzkorlik qiladi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizga candan tatip bütün nimetlerini nima uchun bergan? Liya'budun. Allohga ibodat qilishimiz uchun. Shukr qilishimiz uchun bergan. Allohni tunishimiz uchun bergan. Alloh yo'lida ishlatish uchun bergan. Hamma narsalarni, mayli pul olsun, mayli vaqt olsun, mayli saqliq olsun, lekin inson ana shunday ne'matlar bilan Allohga tuzkorlik qiladi. Biz insonning tuzkorlik haqida so'zlaydigan bo'lsak, nihoyat ko'p so'zlaymiz. Shuning uchun Alloh subhanahu wa ta'ala bu oyatni qasam bilan ta'kid bilan keltirdi. İnnel insana haqiqatan bütün inson lakanud, ya'ni haqiqatan kanud tuzkorlik qiluvchi. Bu orqali Alloh subhanahu va taolo bizga nima demoqchi? Sizlar ana shundaq tuzkorlikka tushmanglar. İnson o'ylanmasa, g'aflat uyqusining ko'zini ochmasa, sagib turmasa, mana shundaq oyatlar orqali o'zining ko'zini g'aflat pardasini tozalab turmasa, ana shundaq bütün insonlarga o'xshash tuzkor bo'lib qoladi deb Alloh subhanahu va taolo bizni tuzkorlikdan ogohlantiryapti. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu insonning tuzkorligini qaysi xil tasvirdan keyin, qaysi xil manzardan keyin keltirdi? Hasrab, hartildab, yugurib, tuyoqlardan o't chiqarib, chang tuzan chiqarib, dushmanning ustiga besib kirgan otlardan keyin insonning tuzkorligini bayon qildi. Nima uchun? Bu insonning tuzkorligi bilan otlarning oxir manzirasining qanday munosabati bor? Ot shundaq bir maxluqki, bir ishlam yem bilan, ya'ni egisi uningga bir ishlam yemni bersa, shu sababli chapudo, shundaqli eng xatarlik bo'lgan dushmanlar safiga bostirib kiradi. Bir aqlsiz ot ana shundaq fidokorlikni ko'rsatdi egisi uchun. Nima uchun? Yem berganlik uchun. Alloh subhanahu va taolo shunga ishorat qilmoqchi bo'lishi mumkinki, ey insonlar, aqlsiz hayvon bo'lgan otlar bir ishlam yem uchun ana shundaq hasrab yugurib, tuyoqlardan o't chiqarib, chang tuzan chiqarib, ana shundaq chang tuzanlar bilan dushmanning safiga bostirib kiradi. Vaholanki men sizlarga bütün ne'matlarni bergan tursam, nima uchun menga tuzkorlik qilasizlar? Nima uchun ochchilik bo'lolmaysizlar? deb Alloh subhanahu va taolo bizni ma'qul g'aflatdan uyg'otyapti. Qarab bakadigan bo'lsak, haqiqatan bu o'yinishga tegishli bir manzara. Alloh subhanahu va taolo hammamizni tuzkor bo'lib qilishdan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi bergan ne'matlarni to'g'ri yo'lda, o'zi rozi bo'ladigan yo'lda ishlatishga nasib qilsin. Ondan keyingi 7-oyatda Alloh subhanahu va taolo va innahu ala zalika la shahid. Haqiqatan inson o'zining tuzkorligi o'zi guvoh deydi. Qarab bakadigan bo'lsak, har bir odamni so'raydigan bo'lsak, jiningiz kimning ilkida? Yurkingiz kimning ilkida? Ko'zingiz kimning ilkida deb so'rasa, hammasi deydi, mening ilkimda emas deydi. Allohning ilkida deydi, agar Allohga ishongan bo'lsa. Allohga ishonmagan birisi o'zining ilkida emas ekanligini biladi. Chunki bir odam bir narsani mening deyish uchun uni xalqa vaqt to'xtalish kerak. Xalqa vaqtda uni mandira olish kerak. Masalan, mashina mening. Xalqa vaqtda haydayman, xalqa vaqtda to'xtatma. Ko'z meningmi? Xalqa vaqtda ko'radigan qilib, xalqa vaqtda ko'rmaydigan qilalam dema. Yurak meningmi? Xalqa vaqtda so'qtirib, xalqa vaqtda to'xtalam dema. Undaq emas. Qaraydigan bo'lsak, bu narsalarning hech qaysi bizning emas. Shundaq turib, bizning bo'lmagan Alloh subhanahu va taolo bizga omonat sifatida bergan bu bütün a'zolarni, vaqtimizni, aqlimizni, fikrimizni, bütün ne'matlarimizni Alloh qarshi va Alloh rozi bo'lmaydigan yo'llarga sarf qilganimizning o'zilam bizning o'zimizning tuzkorligi bo'lgan o'zimizning bir guvohligi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali yana bir ma'noga ishorat qilmoqchiki, qiyomat kuni inson o'zining qilgan yomon amallarining hammasiga o'zi guvohchi bo'ladi. Qilgan yomon so'zlarning hammasiga eg'izi guvohchi bo'ladi. Anglagan haromlarning hammasiga qo'li guvohchi bo'ladi. Ko'rgan haromlarning hammasiga ko'zi guvohchi bo'ladi. Haromga mangan qadamlarning hammasiga puti guvohchi bo'ladi, qo'li guvohchi bo'ladi. Qur'oni Karimda aniq deb qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Al-yawma nakhtimu ala affahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum deydi Alloh subhanahu va taolo. Qiyomat kunisi ig'iz pechatlanadi. Qo'llar, putlar hammasi so'zlaydi. Qanday so'zlaydi? Alloh subhanahu va taolo ig'izda qanday so'zlatgan bo'lsa,
shunda so'zlaydi. Ig'iz qanday so'zlaydi? Qaysimiz bilamiz? Alloh so'zlatganlik uchun so'zlaydi. Qiyomat kunimi Alloh subhanahu va taolo ana shunday so'zlaydi. Demak, ma dunyoda boshqalar ko'rmadi, yivoldim. Boshqalar anglamadi, divoldim. Boshqalar bilmadi, yivoldim degan bilan qiyomat kuni yivolgan ig'izimiz, divolgan ig'izimiz, ko'rgan ko'zimiz hammasi o'zimizga guvohchi bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni aldamaylik. Ondan keyin 8-oyat Alloh subhanahu va taolo va innahu li hubbil khayri lashadid. Haqiqatan inson mol dunyoni intayin yaxshi ko'radi deydi. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali insonning ojizligidan xabar berdi. İnsan mol dunyoga hirismandir, uni yaxshi ko'radi. Bu sababli sizlar mol dunyoning keyniga kirib, oyanglarni unutmanglar. Mol dunyo sizlarning yurganligiga kirib olmasin, sizlarning fikringni kontrol qilib olmasin, ideyangni kontrol qilib olmasin, qimmat qarashingni o'zgartirib olmasin deb Alloh subhanahu va taolo ma'nodan ogohlantiradi. Herkes islom insonni, musulmonni mol dunyodan yiroqlashtirmaydi. Vaholanki mol dunyo tepishga qiziqtiradi. Alloh subhanahu va taoloning zakat beringlar deganning o'zi ham pul tepish qilingan bir buyruq. Pul topmasa qanday zakat bergil bo'ladi? Islom dini pul tepishga buyuradi. Pulni yaxshi yo'llarga sarf qilishga buyuradi. Islom dini pulninki qalbda emas, yonjug'ida bo'lishga buyuradi. Ammo pul bizning yonjug'imizda emas, qalbimizda bo'lgan vaqtda bizning fikrimiz o'zgarib ketadi, ma'nodaga yo'limiz o'zgarib ketadi, g'oyamiz o'zgarib ketadi. Ya'ni islom dinimiz bizga shuni deydiki, sen pulni kontrol qilgin, hergizmi pul seni emas deydi. Shuning uchun bu nuqtani har vaqt to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki insondagi pulga bo'lgan hirismanlik kontrol qilinmasa, dinimiz ko'rsatgan bu xil ko'rsatmalar bilan, infoq bilan, Alloh yo'lida chiqim qilishdan bu kontrol qilinmasa, tizginlanmasa, insonning qalbiga kirib ketsa, bu mol dunyoga bo'lgan hirismanlik rakka o'xshash taraydi, kengaydi. To'xtamaydi bu. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadis deb qo'ydi. Bir odamningki 1 yilga oltini bo'lsa, bo'ldi qilamdi? Yo'q, yana 1 yilga deydi. 2 yilga oltini bo'lsa, yana birisi deydi. Bu shunday qilib, oxiri ketib ulab qoladi. Shuning uchun inson pul tepish kerak, uni kontrol qilib turib, nega xarjlashni bilib turib, ondan keyin pul tepish kerakki, pul sevgisi, pul muhabbati qalbini insonninki o'rib olmaslik kerak. Bo'lmasa, pul insonni kontrol qilib oladi va shundaqla mol dunyoga bo'lgan hirismanlik kontrol qilinmasa, insonni to'g'ri yo'ldan to'sab qo'yadi. Masalan, nurg'un kishilarninki Alloh yo'ldan ma'namasligi, Alloh yo'ldan cheklanib qolishi, Alloh yo'lda pul xarjlanmasligining sababi ba'zi vaqtda pul mol dunyoga bo'lgan hirismanlik sababidan bo'ladi. Shunga Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bekaga chiqim qilishga bo'lmaydi. Chiqim qilish orqali biz kontrol qilamiz. Ya'ni pulning qalbimizga kirib qolishini oldini olamiz. Chiqim qilib turgan vaqtimizda qalbimiz tozalanib turadi. Ammo chiqim qilmagan siri mol dunyo qalbimizga kirdida bizni kontrol qilib oladi. Shunga Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom har vaqt inson o'zidagi bu fidokorlikni, bu qalbining pokizligini, qalbining oxiratga bog'lanishini yo'qotmaslik uchun kimki g'azat qilmasa va yoki g'azat qilish o'yida bo'lmasa, ya'ni g'azat qilsam bo'ladi degan xiyolni qilmasa, u nifoqning bir turi bilan o'lgan bo'ladi degan. Nima uchun? Chunki inson Alloh yo'lida o'zining nimani atiy oladiganligi, nimani fido qila oladiganligi, nimani chiqim qila oladiganligini sinab baqish kerak. Hech bo'lmasa uni o'ylab baqish kerak. Uni o'ylab, uni xiyol qilib, shuna qilsam bo'ladi degan o'yg'imi kelanmasak, Alloh yo'lida bir narsani fido qilishni o'ylamasak, vaqtda shaksizki bizni nifoq bor deganlik. Shunga infoqninki Alloh yo'lida chiqib qilishning eng muhim foydasi bizning qalbimizni nifoqdan, ya'ni munofiqlardan tozalaydi. Shunga munofiqlarning eng chong alomati ikki. Birisi Alloh yo'lida faqat chiqim qilmaydi. Ikkinchi birisi jihatni yomon ko'radi. Shunga har vaqt pul tepishga tirishishimiz kerak. Musulmon kuchli bo'lishi kerak, ammo pul uning yurkida emas, qulda bo'lishi kerak. 9-oyat Alloh subhanahu va taolo afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. U tuzkur inson, mol dunyoga hirisman bo'lgan inson, mol dunyoga ishinib ketgan inson, mol dunyoni deb Alloh yo'lidan yaltaygan inson, mol dunyoni deb Alloh yo'lidan keyniga chekingan inson bilmamduki, idza bu'thira ma fil qubur, qabrlardagi narsalar, ya'ni o'liklar sirtqa chiqarilgan chog'da Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizni yana g'aflat uyqusini uyg'otadi. Ey mol dunyoga ishinib ketgan, tuzkur bo'lgan insonlar, sizlar qabrga borasizlar. O'lisizlar. Dunyoda qanchalik keng yashagan bo'lsanglarmi, chuqumki, shaksizki tar qabrga borasizlar. Eng hashamatli yashagan podshohmi tar bo'lgan qabrga kiradi. Hamma odam o'rtaq bo'ladi. Bundan kim qochib qutula oladi? Hech kim. Bu bir haqiqat. Alloh subhanahu va taolo diqqatimizni bunga tortadi. Iza bu'thira ma fil qubur, u inson bilmamdi. Qabrlardan o'liklar chiqarilgan chaqda va husila ma fis sudur, qalblardagi sirlar siqib chiqarilgan chaqda. Husila degan asli siqib chiqarilish. Qalblarda biz yushirib olgan, teshimizda boshqa, ichimizda boshqa, o'shundoq qalbimizdagi bütün maxfiy ishlarning hammasi oshkorlangan vaqtda uningdan hisob beradiganligini bilmamdi. Ey insonlar, ey g'aflatga tushgan insonlar, ey Allohga tuzkurlik qilayotgan insonlar, ey mol dunyoga hirisman bo'lib majburiyatdan yaltaygan insonlar, ana shunda qabrga borasizlar. Qabrga borgandan keyin qalbinglardagi bütün sirlarning hammasi siqib tashiga chiqariladi deydi. Mening qilg'im batdi, aytgim batdi, Alloh biladi. Hammani Alloh biladi. Ma dunyoda bahona ko'rsalaymiz. Azroq ishim batdi, azroq bir ishim batdi, shuni qilib olsam bo'ladi deb nurg'un baholarni ko'rsatdi. Ma dunyodan madam Alloh qalbdagini biladi. Qiyomat kuni hammasi o'ttirib tashlandi. İnne rabbahum bihim yawma izin la khabir.
O günde insanların perverdigarı Allah, Rabbimiz hem ahvaldan haberdardır. Yani hakikaten bizden kalbimizde uyuşturan gaplarımız, dünyada kılgan işlerimiz, degan sözlerimiz, manga yollarımız, anlayan narsalarimiz hemisinden Allah subhanahu wa ta'ala o günde haberdar deydi. Bugün haberdar emasmi? Bugün mi haberdar? Ama bugün günde imtihan bo'lganlik uchun uning jazo mukofoti hozir yo'q. Ama o günde Allah haberdar-ki her birininki jazo mukofoti var. Bizga nisbatan hech qanday bir keyingi yeni bir ish yo'q. Farq shu. Allah subhanahu wa ta'ala o günde her bir ishdan haberdar. Shundaqla uning jazo mukofoti shu vaqtda biladi. Bizga hech qanday fursat berilmaydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bu surda bizga ana shundaq bir dahshatlik manzara orqali, ya'ni otlarninki o xil manzarasi orqali biz betib ketgan g'aflatni uyg'otish uchun bizning diqqatimizni ana shundaq manzaralar bilan tortdi. Ondan keyin u otlarninki egasining bergan azroq yemi uchun ko'rsatgan fidokorlik bilan Allah subhanahu wa ta'alaninki bizga bergan ne'matlari barobariga bizning susligimiz, bizning tuzkorligimiz sirishtirilgan holatda ishorat qilindi. Ondan keyin insonning tuzkorligi va shundaqla tuzkorligining o'ziga o'zining guvoh bo'lganligi, ondan keyin har bir insonninki qabriga borganligi, o'limdan qochib qutulmaydiganligi, oxirat kunida qalbimizga butun narsalar siqib chiqarilib, hisob jazo mukofotga tortilganligimizdan xabar berdi. Allah subhanahu wa ta'ala bizni g'aflatda ketib qolishdan saqlasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzkor kishilarning qatoridan bo'lib qolishdan saqlasin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har vaqt o'limni unutmagan, uning uchun hozir qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.